texnika bozorida shunday texnika borki, salkam har bir uy bekasi uchun qadrli bo'lib ketgan. Albatta bu mini pech. Avvalo shuni aytish joizki, zamonaviy oshxonada kam joy egallaydigan, lekin keng imkoniyatlarga ega bo'lgan mini pechlar tobora ommalashib bormoqda. Ana shunday qulay va ishonchli modellardan biri bu Ideal brendining M5001 mini pechlari bo'lib, u kundalik foydalanish uchun ham, bayramona taomlar tayyorlash uchun ham juda mos keladi. Eng avvalo e'tiborni tortadigan jihati pechning 50 litrlik keng hajmi. Bu hajm turli xil taomlarni, jumladan tortlar, pitsa, qovurilgan go'sht yoki butun tovuqni bemalol tayyorlash imkonini beradi. Shu bilan birga pechda yorug'lik indikatori va ichki lampa mavjud bo'lib, pishirish jarayonini bemalol nazorat qilish mumkin. Bu mini pech 300 gradusgacha maksimal haroratga ega bo'lib, bundan tashqari 3 xil isitish rejimiga ega. Ayniqsa grill pishirish funksiyasi taomni mazali qilib tayyorlashga yordam beradi. Pechning texnik xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, yuqori va pastki temlar 0.7 kilovattdan, umumiy quvvati esa 1.4 kilovattni tashkil etadi. Bu esa energiya tejamkorligini oshiradi. Qolaversa, 90 daqiqalik taymer va avtomatik o'chirish funksiyasi xavfsizlikni ta'minlaydi. Ayniqsa e'tiborga loyiq jihatlardan yana biri bu 2 qavat shishali eshik bo'lib, u issiqlikni yaxshi saqlaydi va tashqi qizib ketishni kamaytiradi. Shuningdek, pech bir vaqtning o'zida ikkita tenlarni ishlatish imkoniyatiga ega. To'plam ichida ikkita emallangan list va grill six ham bor. Uning qadoqsiz o'lchami 300, 440, 600 mm. Qadoqli holatda esa 330, 540, 610 mm bo'lib, 17 kg og'irlikka ega. Xulosa qilib aytganda, M5001 mini pechi bu qulay o'lcham, ko'p funksiyalar va zamonaviy dizaynni o'zida mujassam etgan ishonchli texnika. Ideal, sifat va ishonchlilik kafolati.